Assalomu alaykum ahli YouTube. Mana keyingi bir ajoyib ishimiz ham yakunlandi. Xudo xolasa mana tanishtirib o'tamiz. Mana ko'rib baho beraverasizlar. Bu tomondan quyosh ekanligi tomondan olyapmiz. Bu ham 0 oqqa 0 mokri bo'lgan. Bu ham o'zimizning akaxon, Aboch akamiz uyini qilib berdik. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib berdik, xursand. Mana burchaklarni ham ko'rib, karnizlarni ham o'zgacha bir chiroyli qilib karnizlarni ham mana shu holatga keltirib berdik. Bu tomonda jolipi bor ekan, silib shart emas uka deydi. Bu tomoniga ham siliblarni ham qo'yib berdik. O'ta chiroyli bir o'zdan ko'rib. Mevalar bor ekan. Endi iloji sotishlarni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Endi qanday chiqadi? Mana shu holatda hozir ham oldinroqdan ko'rsataman. Ichkarilarni ham sizlarga tanishtirib o'tamiz. Kimni uyga shunaqa tunikafon xizmatlari kerak bo'lsa, bexijolat telefon qilaverasizlar. Hozircha vodiy bo'ylab qilyapmiz. Ko'rinishlari. Endi darvozaxonasida xolasa sizcha yig'ini Sherzodbek deyishadi. Bo'ldi aka, mana ko'rinishini qarang, o'ta bir chiroyli. Bu fason ham chiroyli chiqadi. Peshanakarniz tepasini ham mana shunday peshanakarnizlar bu tomonini shunday 90 gradusli qilib berdik. Pastdagilarga uchun mana shu holatda qilib beraman mumkin deyishadi. Ichkarilarni ham ko'rasiz. Endi darvozaxonani xudo xolasa bir oydan keyin qilib beramiz. Qo'ldan kelgancha stashkalar kuyib, hamma narsani tayyor qilib qo'ygan. Xudo xolasa bir oydan keyin xudo xolasa asar aka darvozaxonani ham chiroyli qilib beramiz inshaalloh. İşimiz yoqdimi axir sizga? Ha. Mana ichkarilarimizni ham bir ko'rib baho beraverasizlar. Grup a'zolari mana shu holatga keltirish uchun o'ziga ham yoqib, rahmat deb mana. Chicha quyosh tushyapti ekan. Bu ham shu oq 0ga 0 mumkin bo'lgan. Karnizlarni ham ko'ringlar. Kimdadir mana shunaqa fasollar yoqsa, mana shunaqa ham qilib beraveramiz akalar. Burchaklarni ham ko'raverasizlar. Perikoslarni ham iloji boricha yo'qotib yubordik. Endi qo'ldan kelganicha oncha perikos bor edi burchagini. Aynaqa xizmatlari kerak bo'lsa, bexijolat telefon qilaverasizlar. Sizlar bilan usta Sherxon. Ajda uylaringni chiroyli mana shunday o'ta go'zal holatda keltirib beramiz degan umiddaman. Keyingi xonadon, xudo xolasa sizlar xonadonlar bo'lishi mumkin. Bizdan uzoqlashmang, sizlar bilan usta Sherxon. Xudo xolasa keyingi xonadon sizlar bo'lishlari mumkin demayapman. Yana bexijolat telefon qilaverasizlar, nomerimni ekranlarga qo'yib qo'yamiz.